Mana 15 yillik tajribali akalar bilan asfalt bosgani kelingan asfalt xizmati. Hozir tashladamiz. Saddan o'tganda 8-maktabda oldida uyga kelganmiz. Akamiz mana xudo xolasa asoschilardan. Hozir necha puldan bo'lyapti kvadrati? Buni kvadrati o'zimizga yaqinligi uchun 60 mingdan bo'ldi hozir. Uni uzoqroq bo'lsa, uni ichida 60 ming zaspkasi bo'ladi aka. Hammasi shuni ichida bo'ladi, xizmati. Zaspkasini olib beradi, zaspka tekizlash, gulon chiqarish, asfalt bosish. Mana shu kvadrat aka. Mana shu kvadrati o'zi 160 kvadrat. Hozir 160 kvadratingiz 100 kvadrat 6 million bo'lsa 9 million. 700 dollarga bo'lyapti ekan. Hisobda 650 700 ga. Bo'lyapti. Hamma yo'q ichida mana uni metr so'yda olib berish kerak sizga. Ha, menga metr so'y olib beradi, bo'ldi. Qolgan xizmatlar o'zimiz asfalt dastavkasigacha o'zimiz olib boramiz. Bunga 1 yil 70 mingga to'g'ri. 1 yil garantiya. 1 yil garantiya beriladi bunga aka. Betonmi qanaqa? Beton rossiyskiy, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiniki bor. Undan ham bor, undan ham bor aka. Qaysi yaxshi o'zi asli? Ikkovi ham yaxshi. Hozir a? Hozirgi kunda ikkovi ham yaxshi, ko'proq hozir rossiyskiy betonda qilinadi. Hozir bu suv to'plansa, asfalt ketib qolsa, siz 1 yil garantiya. 1 yil garantiyasi bor aka. Ichida kelib servisi ichida qilib berasizlar o'shani. Kattaroq ob'yom bo'lsa-chi? Kattaroq ob'yom bo'lsa ham borilaveradi. Arzonroq qilib berasiz. Kattaroq ob'yom bo'lsa arzonroq bo'ladi aka. Buni apparat nima dedingiz aka? Bu vibrakatorimiz aka. Vibraplita deyiladi aka. Bu mana pastni trambovkasini qilgan aka. Keyinchalik bo'lsa, unda hozir biz bosib bo'ldik, buni bosganimizdan keyin asfaltlar o'ynamaydi. Balansировка bo'lib suv to'planadi. Keyinchalik cho'kmaydi. Buni o'shanda bosib qo'yamiz hozir. Tayyor qilib bo'ldi aka. Hozir bu nimada ishlaydi bu? Bu salarkada ishlaydi aka. Xo'p, hozir asfaltni bitta to'kkandan keyin bitta kamazni necha soatda yoyib yuborasizlar? O'rtacha? Uzoq kelsa 2 soat, bo'lmasa 1 soat, 1,5 soatda yoyib bo'lamiz. Ha, o'sha ukloniga qarab, kattaligiga qarab turib. Qancha ob'yom katta bo'lsa, ozgina qo'shilib qoladi. Apparatlar ham yangi olinibdi. Apparatlarimiz ham yangi aka. Nomer qoldiryapmiz. Vodiy bo'yicha asfalt xizmati bo'lsa, akalar chiqsalaring, chiroyli narxda biz orqali skitka qilib beramiz. Xudo xolasa, yana bitta qo'shimcha apparatimiz bor, mana bu bor. Qaysi? Bu ham asfalt bosadigan bu ham. Bunaqalarimiz ham bor aka. Bunda ham hozir bunda ham hozir urinib chiqarib ko'rib, bosib ko'rib, hamma yoqni qatirib bo'ldi aka. Zakasi bo'lsa aytasiz. Xudo xolasa, zakaslar bo'lsa qilaveramiz aka.